Assalomu alaykum hammaga yana barchaga xayrli kun. Bugun 2025-yil 23-oktyabr haftani payshanba kunida soat millarimiz aynan 10:50 daqiqani ko'rsatib turgan bir vaqtda biz yana o'sha qadrdonim betakror ovoz sohibi Muzaffar Ibragimov bilan birgalikda. Hammaga salom. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Yesen yo'lidagi, ya'ni Marosil Qaymov ko'chasidagi to'y xizmatiga yo'l oldik, xudo xolasa. Bu yerda ham ko'plab ustoz san'atkorlar kelishadigan bir xabarni eshitib qoldik. Xudo xolasa bugun chiroyli videolar, chiroyli kontentlar va sifatli videolar sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. Va bizni muntazam kuzatib borayotgan barchaga rahmat, kattakon salomat bo'linglar, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamisha har bir o'zbekimiz xonadoni mana shunaqangi xursandchiliklar bo'lishini tilaydoshmiz. Kuzatishda davom etinglar. Bomba yangiliklar sizlar uchun.